bilan ko'rishishga MBBT qilamiz va mani makiyajimdagi 3 ta sirni sizlarga aytib beraman. Birinchisi, men har doim yuzimni makiyajga tayyorlashdan oldin umuvashka bilan обязательно yuvib chiqaman. Bu makiyajga tayyorlashga ham zo'r yordam beradi, tonalka ham zo'r yotadi yuzda. Ikkinchisi, men kistlarimni har hafta yuvaman va sponjigimni har oy almashtiraman, chunki instrumentinglar qanchalik sifatli va toza bo'lsa, makiyajinglar ham xuddi shunaqa sifatli va toza chiroyli chiqadi. Va uchinchi eng katta sirim, makiyajda ishlatadigan hamma texnikalarimni, soch ukladka qilishdan tortib, yuz uhodlarimgacha Iroda opani onlayn Samsibi vizajist kursida o'rganganman. Nega aynan Iroda opani kursi deyishinglar mumkin? Chunki ularning kurslari juda ham budjetli. Ya'ni 99 ming so'm. O'rtoqlar, atiga 99 ming so'm tasavvur qilsizlarmi? Arzongina-ku, bu kurs sotib olib nima ham o'rganardim deyishinglar mumkin, lekin ishoninglar, adashasizlar. Bu kursi ichida sizlar tasavvur ham qila olmaydigan darajada ko'p bilimlar bor. Bu kursda siz soch ukladkalari, har xil turdagi makiyajlar, yuz uhodlari, hattoki ro'molli qizlarimiz bo'lsa, ro'molni qanaqa to'g'ri o'rash texnikalarini ham o'rganasizlar. Bu kurs onlayn bo'lganligi sababli dunyoning любой burchagidagi ayol qizlarimizga to'g'ri keladi. Salonlarda makiyaj bilan ukladkaga minimum 8 ming so'm pulinglar ketadi. Minimum. Bu kurs deyarli tekin. 99 ming so'mga sizlar butun umr sizlar bilan qoladigan bilimlarni olasizlar va bu bilimlar sizlarga butun umr asqatadi. Nafaqat o'zingizga, balki yaqiningizga ham bemalol makiyaj qiladigan vizajistga aylanishinglar mumkin. Bu kurs menga eng yoqqan tarafi arzon lekin original kosmetikalarni qatdan olishlarini ham aytishgan. Sochim bilan makiyajim tayyor. Qalay chiqibdi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.